o'ta ma'naviyatli inson ekanliklarini bilamanda, o'ta kamtar insonlarda. Mana qaysi auditoriyaga kirmaylik, qaysi o'sha xalq bilan uchrashmaylik, yoshlar bo'ladimi, yoshi kattalar bo'ladimi, qaysi vatan haqida she'r aytadilarmi, ona haqidami, sevgi muhabbat to'g'risidami yoki do'st haqidami, qanday she'r aytishlaridan qat'iy nazar o'sha o'tirgan davradagilar hammasi Bobur akaga jo'r bo'lib, hamma she'rlarni yoddan biladi. Eng yaxshi sifatlaridan ishonchli do'st, yaxshi go'zal inson, ko'ngilda kiri yo'q. Bilasizmi, Boburda shunaqa bir chiroyli narsa borki, hasad degan narsa yo'q. Bu kamdan kam noyob fazilat hozirgi paytda. Bobur akani qaysi jihatlarini qadrlaysiz? Bitta jihat odamiyliklari. Kamchiligi ham bormi Bobur akada? Men akamda kamchilik ko'rmadim. Singil akadan kamchilik izlashim mumkinmi? Boburjon shunchalik buyuk, qanchalik buyuk bo'lmasinlar, shunchalik hokisor. Hech qachon men Bobur Bobomurotman deb mamla qilganlarni ko'rmaganman. Kibr umuman yo'q. Ko'ynilari ochiq. Muxlislar ham hammasi yaxshi ko'radi. Ko'ynida kiri yo'q, pokiza, pok yigit deb bilasizmi? Juda ham ko'p men qoyil qolaman. Hali poyezdga ketayotgan, hali samolyotda uchayotgan, hali institutda, iqtisodiyotda u yerda bu yerda hayron qolib qanaqa. Men 25 yildan bir do'st qadrdon bo'lsam kerak. Do'stmiz, qadrdonmiz, ruhan ham yaqinmiz biz. Judayam g'amxo'rlar, bizga motivatsiya berib turadilar. Men o'ylaymanki, dunyodagi eng mehribon prodyuser. Judayam samimiy insonlar. Har shogird haqida qayg'uradilar, yoshlarni qo'llab-quvvatlaydilar. Ham shoir qilirsa ham inson. Boshqalarning davrasiga, boshqalarni qo'llab-quvvatlashga doim yuguraman, lekin o'zim ko'rsatuvim boshqacha bo'lar ekan. Hozir ham hayajondasiz.